Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda sizni juda muhim va bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ikki dolzarb yangilik kutmoqda. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'layotgan ikki voqea bor. Biri yurtdoshlarimiz uchun Yevropa eshiklari ochilayotgani, ikkinchisi esa mamlakatimizdagi hayotiy muhim resurs, gaz masalasi bilan bog'liq. Avvalo, davlatimiz tomonidan O'zbekiston fuqarolarini oyligi o'rtacha $5000 bo'lgan Nordik davlatlarga ishga yuborish rejasi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bu qaror minglab oilalarning turmush darajasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, gaz narxlari va aholining tejamkorlikka chaqirilishi mavzusida bildirilgan keskin fikrlar ham jamoatchilik e'tibor markazida. Ayrim chiqishlarda gaz narxi hatto oltin bilan qiyoslanmoqda. Quyida shular haqida videolar mavjud. Tomosha qiling va Milliy xabar 24 kanaliga obuna bo'ling. Kanaldan uzoqlashmang, dolzarb va qiziqarli mavzular hali oldinda. Ilgari fuqarolarimiz asosan 2-3 ta davlatga borib ishlagan bo'lsa, hozir tashkiliy migratsiya asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilyapti. Bugungi kunda Shvetsiya, Daniya va Norvegiyada 300 ming ishchilarga ehtiyoj bor. Norvegiyalik ish beruvchilar bu yilning o'zida 3 ming fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berib, kamida 2,5-3 ming yevrolik ish berishga tayyor deyapti. Yoki Shvetsiya grant ajratib, ijtimoiy xodimlarni tayyorlash va bu yilning o'zida 500 nafarni ishga olishga taklif beryapti. Musayev Nurumbetov 1-aprelgacha Shvetsiya, Daniya, Norvegiya bilan kelishuvga erishib, bu yil 5000, kelasi yil kamida 10 ming odamni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborsin. Umuman Nordik davlatlar Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Finlandiya, Islandiya tashqi mehnat migratsiyasida biz uchun yangi yo'nalish va kamida 500 million yevrolik mehnat bozori bo'ladi. Shu bois Musayev Shvetsiya va Latviyadagi elchilar Nurumbetov, Rahmonov bir oy muddatda dastur ishlab chiqib, 2030-yilgacha 50 ming aholini Nordik davlatlarga ishga yuborish bo'yicha mas'uliyat oladi. 2025-yilda gaz masalasida fikr bildirdingiz, ya'ni xalqning kosasi oqarmasligi haqida. Bu narsa xalqda juda ham katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Nima uchun buni asosiy mazmunini yana qayta tushuntirib bermadingiz, sukut saqladingiz? Shu masalada ozgina yoritib bersangiz. Sukut saqlagan bo'lsam, o'zingiz o'ylaydiganim bo'ladi. Gaz juda qimmat resursda, u tillaga teng resurs. Gazni qo'yishda shu narsami? Aslida nima demoqchi edingiz? Aslida nima demoqchiligim juda tushunarli edi, ko'p odam tushundi. Nima deganimni, masalan, gaz tillaga teng resurs. Gazdan masalan biz hozir ovqat pishirish uchun, uy isitish uchun ishlatyapmiz. Vaholanki ovqat pishirish va uy isitish uchun quyoshdan olingan energiya ham, shamoldan olingan energiya ham yarashi mumkin-da. Lekin biz shuncha qimmat yer tagidan kavlab olingan, katta mehnat bilan kavlab olingan qo'shimchasiga agar mahsulotga aylantirib qayta ishlab sotadigan bo'lsak, 1/10 ga aylantirish imkoniyatimizni so'rayapmiz-da. Qaysi xalqlar boy bo'ladi? O'sha imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan xalqlar boy bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, Norvegiya juda ko'p gaz quvib ishlab chiqaradi. Odamlariga trubada olib borib ovqat pishirishga berib qo'ymaydi. Yoki Britaniya kambag'al davlat emas. Lekin odamlariga oshxonasiga trubada gaz olib borib qo'ymagan. Gazni trubada transportirovka qilib aholini maishiy iste'mol uchun olib borib qo'yish bu Sovet davridagi eng katta xatolardan biri edi. Gazni biz katta daromad keltiradigan bir resurs sifatida qarashimiz kerak. Ana o'shanda boyxat bo'lamiz. Uy isitish, ovqat pishirish uchun bizda mana hozir energetikamiz juda tez rivojlanyapti. Biz o'zimizni 2030-yilga kelib nafaqat energetikada bo'lgan talabimizni, balki eksport qilish darajasiga yetib boramiz va undan katta daromad olamiz. Agar mana shunga yetib borganimizda butun uylarni tasavvur qiling, konditsioner yoqsangiz uyingiz issiq. Gazda yoqib shuni bir kunlik ishlatilgan qancha kub gazni ishlatish zarurati bormi? Yo'q. Shu darajaga kelishni fikrlashni boshlagan o'zbek xalqi albatta boy bo'ladi. Va biz shu yo'ldamiz. O'ylayman, ishonchim komil. Biz buni o'sha meni sukutimdan keyin yaxshi tushunib yetganmiz. Kimlardir tanqid qilgan bo'lsa rahmat, tushunishmagan, sekin vaqt o'tib tushunishadi. Lekin o'zbek xalqi shuncha gaz, shuncha yer osti boyliklari, shuncha imkoniyat bilan bunaqa yalpi ichki mahsulotimizni kishi boshiga daromadi $3000-4000 bo'lib yuradigan xalq emas. O'zbekiston bugungi imkoniyatlari bilan, bugungi resurslari bilan yalpi ichki mahsulot kishi boshiga $10,000-15,000 bo'lishi kerak bo'lgan xalq. Biz faqat buni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak va bugungi davlat siyosati aynan shu yo'lda.